Dana White UFC Oq uy turniri kardiga nega rossiyalik jangchilarni qo'shmagani sabablari ma'lum bo'ldi. Videoni oxirigacha ko'ring va men sizga buni tushuntiraman. Ma'lumki, hozirgi siyosiy vaziyatga ko'ra AQSh va Rossiya tomon juda bir inoq davlatlar emas. Shu sababdan bo'lsa kerak, Oq uy rahbari ushbu binoda rossiyalik jangchilarning bayrog'i ko'tarilmasligini istadi va bu amalga oshirilgan bo'ldi. Uzoq kutilgan Oq uy turniri Islom Maxachev, Hamzat Chimayev, Petr Yan kabi yorqin chempionlarsiz o'tadi. Vaholanki, Dana White mazkur turnirda kamida 7 ta chempionlik jangi qo'shiladi deb avval boshidan hayp qilib, hammani qiziqtirgan edi. Yengil vazn toifasining Islom Maxachevdan keyingi hegemonligini qo'lga kiritgan Ilya Topurya'ning aynan dog'istonlikka qarshi jang qilishini ko'pchilik kutgan edi. Hattoki Jastin Gaethje vaqtinchalik chempion kamarini olgan bo'lsa ham, Maxachev va Topurya pound for pound yetakchiligi uchun ham jang qilib berishar edi. Menejer Ali Abdulazizning Islomning keyingi raqibi juda katta nom deb nom yo'qolgani ham ushbu qiziqarli to'qnashuv aynan Oq uyda bo'lib o'tishini ko'pchilik taxmin qilgan. Ammo bunday bo'lmadi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Maxachevning ustozi Habib Nurmagomedov ham Islomning Oq uyda jang qilishni xohlamaydi. Qariyb 4 yildan beri Conor McGregorning Michael Chandlerga qarshi jang qilishi muhokama qilinib kelayotgan edi. Oq uydagi turnir haqidagi gap-so'zlar boshlanganida esa Conorning qaytishi aniqlashib borayotgan edi. McGregor promotionning rivojiga o'zining qanchagina hissasini qo'shganini hisobga oladigan bo'lsak, bu har qanday nufuzli turnirda oktagonga ko'tarilishga haqli ham edi. Ammo Dana White va matchmakerlar Conorning qaytishini yana birozga ortga surishdi. Chunki Oq uy fight cardi e'lon qilinganida Conor McGregorning nomi yo'q va uning ustiga Michael Chandler braziliyalik Mauricio Rafiga qarshi jang qilishi ma'lum bo'ldi. Nima ham derdik, Conorning qaytishini yana bir necha oy kutamiz. Alex Pereira yarim og'ir vazn toifasi kamaridan voz kechib, yana bir yuqori divizionga ko'tarilishini ma'lum qilgandan keyin, uning navbatdagi raqibi og'ir vazn toifasining sobiq qiroli Jon Jons bo'lishi mumkinligi haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarga sizdirildi. Jons ham qarshilik bildirmagandek reaksiya qilgan. Muxlislar ham ushbu qarama-qarshilikni aynan Oq uydagi turnir markaziy jangida ko'rishni istagandi. Ammo unday bo'lmadi. Turnir kardida Jonsning nomi yo'q va Alex Pereira vakant qolgan kamar uchun Cyril Gane bilan to'qnash keladigan bo'ldi. Balki Jons White'ga katta narx aytgandi. Buni esa keyinchalik batafsil bilib olamiz. Hamma uzoq kutgan va kutilganidek shov-shuvga sabab bo'lmagan asosiy kardi ana shunday ko'rinish olgan. UFC rahbari Oq uy rahbarining xohishlari sabab nufuzli turnirni musulmon jangchilarsiz o'tkazishga majbur bo'ldi. Ammo u muxlislardan qarzini uzishi mumkin. Aytarsiz deysizmi? Urushlar tugab, siyosiy vaziyat yumshagandan keyin Abu Dabida yulduzli fight qatnashishi kerak. Masalan, Islom Maxachev, Umar Nurmagomedov, Hamzat Chimayev, Petr Yan kabi chempionlarning qamoqxona jangini Abu Dabidagi turnirda o'tkazish kerak. O'ylaymanki, bundan hamma xursand bo'ladi. Mana shunday qiziqarli kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling va fikrlaringizni izohlarda bo'lishing.